Sizdan kechirim so'rab keldim. Endimi? Shuncha ish qilib sudda baqiryotding-mi? Miyam joyida emas edi. Meni Baxtiyor aka yo'ldan urdi. Nima, o'zingning aqling yo'qmi? Tomdan tashladisa, tashiysanmi? Bor ana Baxtiyor akaning oldiga. Nimaga kelding yonimga? O'shanga aytishadi, bilasanmi? Ochadigan eshigini qattiq yopmagan deb. Sen zo'r eding-ku, Rustam akaning o'g'li eding. O'g'lisan, sen boy yashashing kerak. Hali menga ko'rsatmoqchi eding hamma narsani. Ko'rsat. Oliy sudga chiq. Men hamma narsani sotib olaman-ku. O'zi kim seni bu yoqqa sotuv bo'limiga qo'ydi? Sen eshikdan ham kirmasliging kerak bo'tga. Men ukamni ko'mib qo'yganman. Tushundingmi? Siroj chiqib tur. Men o'zim gaplashib olay, keyin kirasan. Qaqa kiradi. Yo'qol bo'tdan. Aka kechiring. Yo'qol dedim men senga. Siroj chiqib turgin dedim senga.